Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Xo'p, hozir mana bunaqa 4 ta bemorim arqa-marqa lechani olyaptilar mendan. Trapetsiyada men bacharamovidniy mышца bor. Mana ketgan mышцалар bor, bacharamovidniy. U mana bunaqasiga anaqa uzma deb qo'yadi, hala deb qo'yadi, Toshkentlarda, viloyatlarda uzma deb qo'yadi. Ya'ni spazm bo'lib turibdi bu yerda, o'sha ramovidniy mышцада mana bunda barmoq qo'shib ishib turibdi. Bunga sabab nima? Hozir o'sha Nadif nima bor-ku, o'tirganda sidinada qizdiradigan nimalar bor. Nima deydi? Abduf Abagrev bor. Ya'ni sidinani orqasi qizdiradi. Ko'p shunaqa terlaydi, boshqa qiladi. O'shanaqa shamollaydi. Terlatadi u Abduf baribir. O'shaning uchun keyin trenovka vaqtida terlanadi, ya'ni srazi futbolka almashtirilmaydi. O'shanda ozgina qolib ketadi. Keyin konditsionerda qolishi mumkin yoki ya'ni shamollash mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Terlagandan keyin oyna ochiq qoladi, boshqa qoladi. Aksar holatda o'sha hozir asnoviy nima elektromobillarda ko'p chiqyapti. O'shanga abagrevatorlarga ehtiyot bo'lasizlar, o'sha ya'ni sidinadagi abagrevatorlarga. Joninglar sog' bo'lsin. Mana shunaqa maslahatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar, obuna bo'lib qo'yinglar, shunaqa bemorlarga tashab qo'yinglar, shunaqa bezovta bo'lgan bemorlarga shu videoni.